Hey yo, hammaga salom, sizlar bilan yana men Fulloch bugun Atomas bilan o'ynab ko'ramiz. Qani bu o'yinda. O'yinga ham boshlab oldik va akamizga sras push qilamiz desak, akamizda internet qotib, nima ham deymiz, sekingina orqaga qaytamiz. Bu yo'lda akamiz nima qilmoqchi bo'ldim bilmadim, lekin men akamizni ancha quvoladim. Va bu yo'lda ko'rishingiz mumkin, akamiz mochni ushlandi. Nima qilmoqchi bo'ldi akamiz bu yo'lda hozir? Bu yo'lda menimcha akamizning miyasi ishlamay qoldi, ikkini havoga berdi. Aniga, menimcha akamiz ma'mur urishmoqchimiz, havo bilan urishmoqchi bo'lgan bu o'yinda. Nima ham deymiz, akamiz tirilgancha kriplab bashnani yo'q qo'ydi, akamizga keyingi o'yinlarda omad tilab qolamiz.